Tolimjon Olimjonov Italiyada yoshlar vakili bo'lib, 3000 ga yaqin Italiyadagi yoshlarimizni birlashtirgan, ya'ni shu bizning assotsiatsiyamiz vakillari Forish tumanidalar. Marhamat. Assalomu alaykum, Ulug'bek Mavlonovich. Assalomu alaykum. Hurmatli hamyurtlar. Men ism-familiyam Olimjonov Tolimjon, asli kelib chiqishim Forish tumanidanman. 2015-yildan boshlab Italiyada avtomobil sog'liq sohasi bo'yicha oldin bakalavrni, undan keyin magistraturani tugatganman va bugun уже 5 yildan ziyod vaqt davomida Italiyadagi bir qancha avtomobil sog'liq sohasi bo'yicha har xil detallarni ishlab chiqaradigan kompaniyalarda, sifat bo'limlarida, mahsulotni razrabotkasi bo'limlarida ishlaganman. Bugungi kunda mijozlarni sifat masalalari bo'yicha ishlash bo'yicha bo'lim boshlig'iman. Endi Jizzax shahrimizdagi imkoniyatlar shu Kia, DM va BYD zavodlarini borligini hisobga olgan holda shunday bir iltimos qilgan bo'lar edimki, ularning shu kadrlar bilan ishlash bo'limlari bilan birgalikda shunday onlayn bir dasturlar tashkil qilsakda, ulardagi bor ochiq pozitsiyalar haqida shu Italiyadagi avtomobilsoz hamyurtlarimizga bu haqida ma'lumotlar bersak, ularni agar imkon bo'lsa shu yerda ishga jalb etisha olsa, juda ham yaxshi bo'lgan bo'lar edi. Yaqinda ochiladigan shu Volkswagen zavodini ham agar hisobga oladigan bo'lsak, ikkinchi masala, bizda yillardan buyon men shu avtomobil sotish sohasini tanlagan yillarimdan buyon o'qib o'rganib, yangiliklarni ko'rib borganman va O'zbekistonda doim ko'tariladigan, deyarli hamma davlat ahamiyatida yig'ilishlarda ko'tariladigan masala bu avtomobil sozlikda mahalliylashtirishni oshirish, ya'ni uni narxini tushirish maqsadida lokalizatsiyani oshirish masalasi ko'tariladi. Agar imkoni bo'lsa, bu o'zimizni avtomobil sozligimiz bilan Italiya avtomobil sozligi o'rtasidagi platforma yaratish masalasida bir o'zimizdagi mutaxassislarni jalb qilsak. Rahmat. Tolimjon, avvalambor taklifingiz uchun katta rahmat ukajon. Mana buning uchun albatta bizlarga mutaxassis kerak. Mana atrofidan biz iqtisodiy zona qilib, hozirgi kunda yana 160 gektar joyimiz turibdi. Siz bir keling Tolimjon. Bir keling mutaxassislar bilan uchrashib, albatta bu Italiya o'sha Fiat hammamiz biladigan o'sha Jiguli SSR davridagi Jiguli mashinalar hammasi o'sha Italiyaniki bu asli o'zi.